Bismillahirrahmanirrahim. Bugün biz Turus Lug'atlar Arabiyyaniki 3-darsga keldik, ha? Ad-darsu thalith. Dars boshlashdan ilgari darsning ichidagi maqsadlik grammatikalik mazmunlarni bir qur tunishib yutib bitaylik. Hem bugünkü dersimizde asaslık sözlüğün mezmun birinciden ismi tafdil. Yani sıfatlarınki aşumi şekli. Biz aşumi sıfatlaştayımız. Mesela biz pil türlüge vaqtda pilden isim fail, isim mef'ul degandek türler çıkır emas mı? Mesela darabadan isim fail şekli daribun çıkıdığı. Muşu daribunninki aşumi şekli Arapça ismi tafdil deyildi. Tercüme cihatta isim faillar qilg'uchi atkichi qilgan atgan deb tarjima qilinsa, asli mushabbahlar ang bakroq ning ichidagi ang degandek tarjima qilindi. Masalan, daribun desa urg'uchi, urg'an degan ma'no tushunami? Bizning oshimiz pada shakli afdalu chiqdi. Afdalu chiqdi. Bunun tarjimasi ning ichidagi ang urg'uchi deb tarjima qilindi. Qolganini tafsirda birma. Ikkinchi so'zlaydiganimiz oldingi darsda so'zlagan huruf-u mushabbaha bildirilmoqdiki ka'anna bilan lakinna. Biz oldin degandek ka'anna nimani ifodalash uchun keldi? Tashbih. Bir narsaga qana qilish, o'qitish, xuddi takni ifodalaydi. Lakinna ikki jumlaning o'rtasidagi farqni bildirib qo'yish uchun keldi. Mayli qaysi ma'noda kelsin, grammatikalik jihatdagi roli mubtada xabarining oldiga kelib, mubtadani zavar xabarini qana qildi, pesh qildi. Mubtada buning ismisiga aylandi, xabar buning xabariga aylanadi. Bu bir. Shunga qo'y, ka'an bilan lakinnida bak tafsirga to'xtalmaymiz, ha. Üçüncü so'zlamoqchi bo'lgan mazmun erlik ismlarga son keltirmoqchi bo'lsak. Masalan, o'quvchi, talib, shundaymi? Mushuni 3 o'quvchi demoqchi bo'lsak, sonni erlik keltiramizmi, ayollikmi? Mushu masala. To'rtinchisi sanoqsallar masalasi. Beshinchi demoqchi bo'lgan qoida alaysa kazalik jumla shakli. Oltinchi demoqchi bo'lgan masala ayyuhuma. Hamda ismi tafsillar bizlarda shu af'alu degan ism tafsilni bir o'lchab turaylik. Arab tilida 3 xil ishlatiladi. Har qanday ism tafsil af'alu o'lchamiga. Ammo shu af'alu o'lchamidan kelgan ism tafsil arab tilida jumlalarda 3 xil ishlatiladi. Bir af'alu min shaklida. Masalan, biz bir misol olaylik, atval. Shundaymi? Atval degan olsak, bu jumlada atvalu min. Masalan, jumla tuzsam, Muhammad atvalu min Bakr. İkincisi af'aluning keyingi birdan muzofilaydi birisi kelib ishlatiladi. Masalan, Muhammad atvalu tullab. Üçüncüsü ilif lam bilan ishlatiladi. Masalan, Muhammad al-atwal. Üç xil ishlatilgan vaqtga tarjima qaraqay. Af'alu min shaklida ishlatilgan vaqtda din rab deb tarjima qilinadi. Masalan, Muhammad atwalu min Bakr degan vaqtimizda Muhammad Bakrdan egizroq.
Muzofillar bilan qo'shilib kelgan vaqtimizda bizning tarjimamiz vaqtida ning ichidagi eng battar qildi. Masalan, Muhammad atvalatulloh desa, Muhammad o'quvchilarning ichidagi eng ilgisi. Uchinchi xil ishlatilishi alif lam o'qiyapni. Biz boshqalarga qilmaylam, eng battar tarjima qilsak bo'ladi. Muhammad al-atwal deb kelsa, Muhammad eng ilgisi. Bu bir. İkinci belki oğlumuz sanatı. Biz mesela birinci kısım kitapta 3'ten tartib 9'guncha bo'lgan sonlarning ishlatilishini hukm etgan. Qisqacha o'zak 3'ten tartib 9'guncha bo'lgan sonlardan keyin kelgan sanalg'uchi ko'plik zir holatda bo'ladi. Son bilan sanalg'uchining erlik ayollik jinsi qarama-qarshi keldi. Masalan, erop qalsa, buningga qandasan, ayolsan, yani taliksan. Ayol olib qalsa, buningga erlik qandasan, ta'sirsan keladi. Buni biz burun degangan. Endi hozirgi darsimizda biz 11 dan 19gacha bo'lgan oraliqdagi sonlarni turib o'tamiz. Buni arabcha deb o'qiladi. Erlarga obdan diqqat qilsanglar, talib degan bir so'z misolga deb taqayli. 11 taliban, 12 taliban. 11 12 da taliban erlik o'g'achiga ahad mo erlik shaklida keldi, islam mo erlik shaklida keldi, 10 nima keldi, erlik shaklida keldi. Ammo 13 da tartib o'zgaraydi. Masalan, 13 taliban. Talib er shundami, erlik so'z. Buningga nima keldi? 13 ta deb nima keldi? Ta. Ammo 10 o'z peti 10 degan peti keladi. 19gacha emas aslida. Masalan, 19 taliban desak, talib erlikmi? 9 ta ta'lan keldi, ayollik. Ammo 10 desak keldi, ta'sir. Bu sunnat. Uchinchi mazmun daraja son. Biz o'rgangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 degan sonlar bu sanoq son. Masalan, buni tarjimasi qo'shida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 deb qoladi shundami? Endi biz masalan 1-chi dars, 2-chi dars, 3-chi dars, 4-chi dars degan minji darslar bor, sonlar. Buni sanoq daraja son deymiz. Mushunday sonlar arab tilida qanday ifodalanadi sonlar? Manda ifodalanadi. Al-awwal, al-thani, al-salis, al-rabi', al-khamis, al-sadis, al-sabi', al-thamin, al-tasi', al-ashir deymiz. Yani fa'il ölçümünde keladi. Bu sonlarning ayolligi keyin tani birini qo'ysanlar bo'ladi. İsmingda bo'lsin, daraja son bilan sanoq sonlar o'xshamaydigan tarafda nima aytdim? Ammo daraja sonlarda erlarga erlik, ayollarga ayollik kelaveradi. Bizning burunqi erlarga ayollik, ayollar erlikni qoldirishog'i bu o'xshamaydi deysiz. Daraja sonlarda erlik bo'lib qolsa, erlik kelaveradi, ayollik bo'lib qolsa, ayollik kelaveradi. 4-chi mazmun alaysa kazal. Alaysa kazalikga uyg'urlikdagi shundoq emasmi degan gapimizga o'xshashgan. Masalan, biz har qanday bir gapni deb bo'lib, siz ba'zan borasiz, alaysa kazalik, shundoq emasmi? Siz tunigun mundoq deganingiz shundoqmi? Ya'ni alaysa kazalik, shundaqmi? Al-mujmaga ha degan javobni chiqarmoqchi bo'lsak, adabda qaysi deyishimiz? Na'ammi? Yo'q. Odatdagi savollarga berilgan javoblarda na'am ishlatsak, bulishliqni ifodalagan bilan alaysa kazalik deb qo'yadi, na'am ishlatsak bo'lmaydi. Ha demak bo'lsa deymiz, bala. Bala. Buni bilib olsanglar bo'ladi. 5-nuqta mazmun ayyuma. Odat ayyumaning cho'ng bir alohida grammatikal alohidligi yo'q. Faqat tarjimada u ikkisidan qaysi deb tarjima qilamiz, xolos. Boshqa cho'ng diqqat qilgan nuqtalar yo'q, ha? Endi so'zliklarga al-kalimatul jadida, yangi so'zliklar. Avval men bir o'qib, sizlarga tarjimasini o'tib beray. Mahja'un.
mahaji'u, kawkabun, kawakibu, wasi'un, fariqun, shaqiqun, ashiqqa'u, thamanun, alamun, shahirun, shahrun, shuhurun, la'ibun, la'ibuna, fil manam, al-azhar. Mahja yotoq. Mahja ko'pligi. Odatda uydagi yotoq emas, maktabniki yotoq binosilari ashlar ishlatiladi ko'pincha yotoq binosiga. Kavkabun yulduz, kavakib ko'pligi. Wasi'un kangre cho'ng deb tarjima qilinadi. Kangre cho'ng. Fariqun gruppa, atrat, komanda. Gruppa, atrat, komanda. Furqa ko'pligi. Shaqiqun bir tuqqan, qarindosh, bir qo'saqda yotgan. Ashiqqa ko'pligi. Saman pul. Undan keyin yana bir ma'nosi bahasi. Masalan, biz Uyg'urchada deymiz-ku, yanchiqimizning olgan pulni pul deymiz. Maktabning puli qancha bo'lgan deb so'raymiz-ku, tijoratchilar shundami? Bu yerdagi pul nimada? Baho ma'noda. Arab tilidagi samanmi bahoga ma'noda, pulga ma'noda. Alam, dunyo alam. Shahir, dangliq. Shahr, oy. Shuhur ko'pligi. La'ib, tanarkatchi. La'ibun ko'pligi. Fil manam, uyqu. Undan keyin tush degan ma'nosi bor. Uyqu yoki nima? Tush. Al-Azhar, Azhar universitetining ismi. Dialog qilaylik. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ في فصلنا 14 طالبا. الطلاب في فصلنا أكثر، فيه 19 طالبا. يا علي، ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ اسمه أسامة. هو طويل جدا، أليس كذلك؟ بلى، هو طويل جدا، ولكن حامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد؟ إن خطك جميل جدا، ما شاء الله. شكرا يا علي، خطي جميل وخطك أجمل. من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ كأنه أخوك. نعم، هو أخي الشقيق. أكبر منك هو أم أصغر؟ هو أصغر مني. في أي مهجأ أنت يا أخي؟ أنا في المهجأ الخامس، وهو بعيد جدا عن الجامعة. أنا في المهجأ الثامن، وهو أبعد من مهجعكم. أيهما أحسن؟ المهجأ الخامس أحسن، فإن غرفه أوسع ونوافذه أكبر ومراحيضه أنزف والسرور الذي فيه أجمل. Ali, sinfingizda qancha o'quvchi bor? Sinfimizda 14 o'quvchi bor. Bizning sinfimizdagi o'quvchilar ko'proq. 19 o'quvchi bor. Ali, tunugun kelgan yangi o'quvchining ismi nima? Uning ismi Usama. U bak egizgan. Shunday emasmi? Ha, u bak egizgan. Biroq Hamid undan egizroq. U sinfimizdagi o'quvchilarning eng egizi. Sinfimizdagi o'quvchilarning ichida eng egizi kim u? Sinfimizdagi o'quvchilarning ichida eng egizi Ibrohim. Ahmad, bu sizning daftaringizmi? Sizning so'churkingiz haqiqatan chiroyli ekan. Mashalloh. Rahmat Ali. So'churkim chiroyli. Sizning so'churkingiz texmi chiroyli yoki chiroyliroq? Siz bilan birga turgan bu yosh kim u? Xuddi o'z sizning qarindishingizdeklar.
Ha, o mening qarindishim. O sizdan cho'ngroqmi yoki kichikroqmi? O mendan kichikroq. Qarindishim, siz qaysi yotoqda? Men 5-yotoqda. O universitetdan bakla yiroq. Men 8-yotoqda. O sizlarning yotoqinglardan yiroqroq. O ishning qaysi yaxshiroq? 5-yotoq yaxshiroq. Chunki uning yotoqlari kengroq, derazalari cho'ngroq, so'xallari pokizroq va buningdagi karvatlar chiroyliroq. Endi hozir biz tekstning, dialogning ichini bir mulohaza qilib chiqaylik. Biz darsning dastlabida 5 turlik grammatikaga munosabat qoidalarni so'zlaganmizmi? Birinchisi, kam taliban fi faslikum ya Ali. Buningda grammatika, biz so'zga grammatika yo'q, a? Fi faslina 14 taliban. Buningda son bor. 14 taliban bilan birga keldi. Taliban erli shakli bo'lg'achqa 14 ta'vilan 10 nimasiz keldi, ta'siz keldi. At-tullabu fi faslina aksar. Fihi 19 taliban. Ma'runda 19 o'xshashlar talibanga mas holda 9 ta'vilan 10 nimasiz keldi, ta'siz keldi. Undan keyingi alaysa kazalik va tawilun jiddan alaysa kazalik degan jumlada alaysa kazalik qanday qilindi ishlatildi. Shundoq emasmi, shundaqmi? Buning javobi nima deyildi? Bala, shundoq. Undan keyin walakinna hamidan atwalu minhu ismi tafsil bo'lib, nima bilan ishlatildi? Min bilan ishlatildi. Tarjimada uningdan roq yoki uningdan roq, ya'ni uningdan egizroq, shundaqmi? Undan keyingi jumlada innahu atwalu talibun fi faslina. Atwalu talib muzaf bilan ishlatiladi, shundaqmi? Ya'ni o'quvchining eng egizi yoki o'quvchilarning ichidagi nimasi eng egizi. Undan keyingi va man atwalu talibun fi faslikum degan jumladami? Atwalu talibun muzaf bilan shaklda kelgan shakli. Undan keyingi jumlamiz shu atwalu talib o'xshashlar. Shukran ya Ali, xatti jamil va xattuka ajmal degan jumladami o'xshashlar, xattuka ajmal. Sizning xatingiz, pochurkingiz meningkidan nimroq, chiroyliroq. Ammo yerdagi ajmal 3 xil yo'lning hech qaysidan kamidi. Ya men bilan kamidi yoki ismi tafsillab nima? Muzaf bilan shaklda kamidi yoki alif lamliq kamidi. Deb savol tushib qolsa, jumlaning siyog'iga qarab xattuka ajmal degan asli xattuka ajmalu min xatti deb tushunamiz. Alloh'amikin mazmun jihatda yana nima bilan ishlatilgan, min bilan ishlatilgan hisobda sizning xatingiz chiroyliroq, kimnikidan, menikidan deb tushunsak bo'ladi. Anikin akbaru minka am huwa asghar. O sizdan cho'ngroqmi, kichikroqmi? O'xshashlar. Akbaru nima bilan ishlatildi? Min bilan ishlatildi. Ani keyindagi bilakki asgharga kelsak, bu yerda yo'q bo'lsa, oldidagi min bo'lg'achqa keyinga akilish nima hojatsiz. Shu oldidagi minkadagi min bilan kifoya qilamiz. Huwa asgharu minni o'xshashlar ismi tafsil nima bilan ishlatilgan? Min bilan ishlatilgan jumla shakli. Ana fil mahja'il khamis. Ma'rundagi al-khamis biz bugungi darsda o'rgangan nimasan? Darajasan. Endi 5-yotoq. Hamsa gap qolsa 5 degan bo'ladi, shundaqmi? Khamis nimani ifodalaydi? Darajani, manchinchini ifodalaydi. Undan keyingi jumladagi fil mahja ana fil mahja'i thamindagi thaminni o'xshashlar qandasan? Darajasan. Tarjimasi 8-deb tarjima qilamiz. Huwa ab'adu min mahja'ikum degandagi ab'ad, ya'ni o'xshashlar ismi tafsil bo'lib, nima bilan ishlatilganda min bilan. Tarjimasi o'xshashlar sizlarning yaqinlardan yiroqroq. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma ahsan. Ayyuhuma biz boya azroq so'zlab o'tgan u ikkisining qaysi degan ma'noda, ammo grammatikaga cho'ng bir munosabat yo'q. Undan boshqa al-mahja'ul khamis ahsan. Ahsan yana yolg'iz kelmadi. Biz buni tushunishda yana nima deb tushunamiz? Al-mahja'ul khamis ahsanu min al-mahja'il thamin deb tushunamiz.
5-chi yataq 8-chi yataqdan nimaroq yaxshiroq deb tushun. Masalan, keyingi ghurafahu awsa'u deganimi? Ghurafahu awsa'u min ghurafi al-mahja as-samin. 8-chi yataqlaridan 5-chi binoning yataq binosining yataqlari kengroq. Oxirgi keyinlagan la minba deb tushunamiz. Nawafidahu akbar degan nawafidahu akbar min nawafidil mahja as-samin deb tushunamiz. Marahizahu anzab degani marahizahu anzab min marahiz al-mahja as-samin deb tushunamiz. Va sururul lati fihi ajmal degani ajmalu min as-sururul lati fil mahja as-samin deb tushunamiz. Demak, garchi shunday qirmoqqa min kelmagan bo'lsa-mu, ammo jumlaning siyoqidan minning bog'liqi chiqib turdi. Shunga tarjima qilgan vaqtimi nima bilan birga tarjima qilamiz, min bilan birga tarjima qilamiz. Endi men ko'nikmalarni bir qator tushuntirib o'tay. Birinchi ko'nikma, tuvandagi savollarga javob berib, ajib anil aslatil atiya. Bu yana o'xshash darsning mazmuniga munosabat bo'lg'achqa tekstni takrorlab bo'lgandan keyin javob bersak bo'ladi. Ikkinchisi, ضع هذه العلامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. To'g'ri belgisini to'g'ri jumlaning oldiga, xato belgini to'g'ri bo'lmagan jumlaning oldiga qo'ying. Birinchisi, at-talibul jadid allazi jaa ams ismuhu Usama. O'xshashlar hozirgi jumlamizning mazmun jihatda dialogga mos kelsa to'g'ri bo'ldi. Mos kelmasa to'g'ri bo'lmaydi. Shu bu dialogning mazmunini uyg'unib bo'lgandan keyin, o'zlashtirib bo'lgandan keyin javob bersa, to'g'ri xatolarni ayirsak bo'ladi. Üçüncü mashq iqroil amsila al-atiya li ism tafdil. Tuvandagi ism tafdilning misollarini o'qib chiqing deyapti. Biz o'qib chiqib nimani tushunsak bo'ldi. Yuqorida biz tushuntirgan ism tafdilning uch xil ishlatilgan shaklining qaysi kelganligini tushunsak bo'ldi. Masalan, Hashim tawil va Hamid atwalu minhu. Nima bilan ishlatildi? Min bilan. Tarjimasi din rab. Amina sagira va Zaynab asgharu minha. O'xshashlar. هذا الكتاب أسهل من ذاك. هذه السيارة أجمل من تلك. همشادن اسم تفضيللerinki min bilan ishlatilinish yoki muzaf bilan shaklda ishlatilishini tushunsak bo'ldi. Ammo ism tafdillarga ism tafdillerinki erlik ayollik masalalari keyingi navbatda tafsiliy bayon qilinadi. 4-chi mashq kavin jumalan min al-kalimat al-atiya musta'milan ism at-tafdil. Tuvandagi so'zlardan ism tafdilni ishlatib jumla tuzing deyapti. Masalan, Hashim, Tawil, Osman. Chiqiblam turibdi, Hashim, egiz, Osman deb turibdi. Buni biz deymiz, Hashim Osmondan egizroq degan jumlani ism tafdil orqali ifodalaymiz. Masalan, Hashim atvalu min Osman. Shu bo'yicha boshqalarni ishlasak bo'ldi, ha? 5-chi ko'nikma iqroil amsila va havil al-jumal al-atiya ala gharariha musta'milan ism at-tafdil. Misollarni o'qing, tuvandagi jumlani shu o'lcham bo'yicha ism tafdilni ishlatib o'zgartiring deyapti. Masalan, Muhammad talibun Hasan deganni Muhammad ahsanu talibun fil fasl o'zgartirgani ism tafdilni muzaf bilan shaklda o'zgartiribdi. Shundaqmi? Ikkinchi bergan misol, haza baytun jamil, haza ajmalu baytun fi shari'. Bu ko'chaning ichidagi eng chiroyli uy. Üçüncüsü Amina taliba sagira, Amina asgharu talibatun fil madrasa. Demak, yuqoridagi 3 misolni berdi, biz qolganlarini mushu bo'yicha qanday qilsak bo'ldi, ishlasak bo'ldi. 6-chi ko'nikma iqroil masalayn sumarbat bayna kulli jumlatayn fima yali musta'milan lakin wa alam anna lakin min akhawatihinna. Tuvandagi 2 misolni o'qing, undan keyin tuvandagi har jumlaning o'tirini lakinni ishlatib bog'lang. Shuni bilib olaylikki, lakin inining turdoshlarining qatorindagini bu o'xshashlar mutlaq xabarning ustiga kirib, mutlaqni zavar xabarni qanday qildi, tashqarida bu nuqta qalbimizda bo'lsin. Masalan, bizga bergan misol at-tullab kathir, al-fasl saghir. Buni qarab baqsaq mazmun jihati bir o'zbekcha nima? Qarama-qarshi jumla. O'quvchilar ko'p, sinf nima kichik. Mujni o'tirdagi qarama-qarshilikni nima bilan bog'laymiz? Lakin bilan. At-tullabu kathirun lakin al-fasluna saghir. Hamid mujtahid, sadiquhu kaslan. Hamid tirishchan, do'sti Hurun. Ana bu yerdagi Hamid Hurun, sidiq tirishchan, uning do'sti Hurun deganni nima bilan bog'lasak eng munosib chiqadi? Lakin bilan. Hamid mujtahidun, lakin sadiquhu kaslan. Ikkala misolda qarab baqsak, lakindan keyin kelgan ism nima qildi? Zavar qildi. Asli mutlaq shunaqmi?
Muhammed Tavil, Hamid Qasır deganlarni shu bo'yicha o'zgartirsak bo'ladi. 7-ko'nikma ikki misolni o'qib, ka'annini to'ndagi jumlaga kirgizing. Shuni bilib oling-ki, ka'annimi inini turlashini qataradi. Unutib qolmang demak. Ya'ni mutani ism qilib zavar qiladi, xabarni o'zini qabr qilib qana qildi, pesh qildi. Masalan, man hazal fata ka'annahu akhuk. Man hazihi tifla ka'annaha ukhtuk. Bu kichik qizchaq kim? Xuddi sizningizdek. Mushu bo'yicha faqat o'zgarsak bo'ldi. Bu va zamil deganda Man hazal fata, bu yigit kim? Ka'annahu zamiluk. Mana mushu bo'yicha o'zgarsak bo'ladi. Ya tabiba, man hazihi al-fatat? Ka'annaha tabiba. Mushu bo'yicha o'zgarsak bo'ladi, ha? Ka'annani kirgizsak bo'ladi. 8-ko'nikma iqro ma yali tuandagi jumlalarni o'qib davatida tuandagi birikmalarni asosiy maqsad bizga salloninki arlik ismlar bilan birikkan vaqtdagi o'zgarish ahvolini o'rgatmoqchi. Biz bilan so'zni o'qib ahada ashara taliban talib arlik bo'lgancha ahada arlik asharamnimo arlik isna arlik asharamnimo arlik ammo 3 dan keyin 13 dan keyin salasata ayollik asharamni qildi arlik qildi 19-gacha. 9-ko'nikma tuandagilarni o'qing. Bunda kelgan sonlarni harf bilan yozing. Bu daftarimizga ishlaydigan, ha. 10-ko'nikma tuandagilarni o'qing deyapti. Endi buni asos bizga daraja sonlarni bildirib qo'ymoqchi. Bu to'g'riliqmi biz bu hayotni so'zlab bo'ldik. Shundami? Qolgan o'zimiz bir-birlab o'qib olsak bo'ladi. 11-si الأسماء الآتية بالعدد الترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل واحد منها. Tuandagi ismlarni har birining oldida so'zlangan sonlardan chiqarilgan daraja sonlar bilan sifatlanadi. Demak, cho'g'ini har birining keyniga darajasini qo'ying. Masalan, al-yawm debdi, keyniga darajasini qo'yibdi, 8 yuz qo'yibdi-ku. 8ning darajasini qanday chiqadi? Al-thamin. Al-yawmus samin. Nechinchi kuni? 8-kuni. Fi sana debdi. Sana erlikmi ayollikmi? Albatta ayollik. Keyingiz qo'ygansan 4 shundami? 4ning ayollik daraja shaklini chiqarib turib, sanaga sifat qilamiz. Bunda fi sanatir rabi'ati. Nechinchi yilisi? 4-yilisi.